Xo'p, bo'lmasa, hurmatli talabalar, darsimizni boshlaymiz. Mani adım Jamolbek, familiyam Mattiyev. Sizlar bilan shu katta berilganlarni, ya'ni berilganlarni intellektual tahlil qilish, katta berilganlar data mining, data science sohalarini aloqador bo'lgan big data va ma'lumotlar tahlili degan fanni birga o'tamiz. Bu fanni hozir sizlarga mohiyati, mazmuni shu birinchi darsimizda shu narsalarni tushuntirib beraman. Asosiy novi bu narsa, bu fan novga kerak o'zi, shu narsalar haqida gaplashamiz. Xo'p, o'zi big data degan birinchi bo'lib big data emas, big data o'tmay turib oddiy datadan boshlaymiz. Data mining, big data degan undan keyini katta hajmdagi ma'lumotlar. Endi undan oldingi etapda oddiy data bu berilganlar degan. Data mining bu berilganlarni intellektual tahlil qilish degani. Xo'p, bu narsa nowga kerak bizga. Berilganlarni intellektual tahlil qilish. Qaysi sohalarda ishlatiladi? Berilganlar intellektual tahlil qilish, ya'ni data mining degan sohani asosiy maqsadi biza modellar yaratamiz. Bu sohada modellar yaratiladi. Birinchi bo'lib e, baza shakllantiriladi, ya'ni berilganlar bazasi, berilganlarni shakllantirib olamiz. Bu hamma sohadan bo'lishi mumkin. Masalan, hozir ko'p sohalarda ko'p modellar meditsina sohalarini qo'llanib turibdi. Masalan, bir misol aytib aytamiz, COVID. Shu COVID kasalligi bo'ldi. Shu vaqtda COVID kasalligi bo'lganda shu boshida modellar yaratilgani yo'q. Chunki data yo'q edi. Astan borib, chunki undan bilamiz, boshida masalan COVIDga test topshirganda 2-3 kunda chiqaradi natijasi. Chunki ses uni olar edi, Toshkentga yuborar edi yo shu yerda bir laboratoriyasida ko'rib, keyin javobini aytar edi. Borib javobi ekspress testda chiqib ketdina 1 soatda, 2 soatda chiqadigan bo'ldi. Buni novga munday bo'ldi desangizlar, boshida model qurish uchun baza yetarli emas edi. Astan ozgina vaqt o'tgandan keyin million odam kasallandi, 100 million odam kasallandi, data kengayib ketdi. Boshida masalan 10-20 dona odam kasallangan bo'lsa, har bir odamni e, parametrlarini biza example deb aytamiz yoki namuna, bitta odam namunasi obyekt deb aytamiz. Bu soha ko'p hozir men sizlarga material tashlaganimda inglizcha materiallarni ham tashiyman. Data science, big data deganlari ingliz tili terminlari ko'p bu sohada. Chunki butun dunyoviy fan, dunyoda dolzarb bo'lib turgan sohalardan birisi bo'lgandan keyin shu terminlarni ham o'rgansa to'g'ri keladi. Xo'p, shu yerda boshida ana shular data edi, oddiy data. Masalan, 10-100 odamniki. Demak, parametr, attribut deb nomga aytiladi. COVID degan kasallikni oladigan bo'lsak, birinchi odam bu example yoki obyekt bo'lsa, birdan obyekt. Uni parametrlari bu. Masalan, yo'tal, to'g'rimi? O'z keragi bor. Keyin tan bilish, hid bilish deganlar bular parametrlar, attributlar deb aytiladi. Masalan, temperatura shu parametrlarga qarab diagnoz qo'yiladi. COVID yoki COVID emas. Tushunarlimi? Endi shu 10-20 odam bo'lgandan keyin u masalan 100 odam bo'lsam, undan model qurib bo'lmaydi. Chunki model qursa bo'ladi, lekin zo'r bo'lmaydi, chunki ozgina data bor. Model qurish uchun bizlara jalli datamiz ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. Chunki uni shuncha ko'p o'rganamiz biza. Dan keyin model quramiz. Endi ana shu model nechap quriladi? Shu 100 odamni bizada datasi bor. 100 odam test topshirdi, 100 odamning natijasi bor. Endi biza shu 100 odamni ma'lumotlarni analiz qilamizdan, shundan qarab turib, shularni tahlil qilib, model quramiz. Va yangi keladigan odamlarni shu qurgan modelimiz yordamida ular natijasini bilmaydi-ku, COVID emasligini. Bu yoqda parametrlarni olamiz uni. Tan bilanmi, hid bilanmi, temperaturasi nechik. Ularni olib turib modelga tashlaymizdan model javobini aytadi. COVID yoki COVID emas.
Gördüngizlarmi? Bir satda уже javobi chiqadi. 3 kun kutish shart emas. Bu shu data mining fanini asosiy maqsadlaridan birisi. Endi big data degan novi. Big data shu ma'lumotlarni dum katta hajmdagi ma'lumotlar. Big data deb aytiladi. Masalan, 100 million, 500 million bo'lib ketdimi? Shular уже big data. Big data bilan ishlashni o'zini usullari bor. Chunki data mining bilan oddiy data bilan ishlashdan ko'ra ancha qiyinroq. Big data bilan ishlash. Endi bu yerda hozir men ekranimni sizlarga ko'rsataman. O big data va ma'lumotlar tahlili fani. Bu yerda asosiy big data va ma'lumotlar tahlili fani mazmuni, sizlarga hozir mazmunini tushuntirib berdim shuni. Asosiy maqsadi novi bunda ishlash bosqichlari, data mining texnologiyalarini o'rganamiz. Asosiy hozir men sizlarga yana bu yerda prezentatsiyadan ko'rsataman. Men o'zim sizlarga o'zbekcha tushuntiraman. Lekin bu yerda ingliz tilida terminlari bilan birga o'rganib boraverasizlar. Materialda ikkisini ham materialni qo'yib boraman. O'sha modul kurs ochilgandan keyin birma-bir hamma materiallar tashladi. Hozircha Telegramdan tashlab turaveraman darsni narsani, materialni. Bu yerda o'zi ishi Zoom'dan ham yana qayta ko'rib olsangizlar ham tushunasizlar o'zi. Shu Zoom'ni videosini ham qo'yaman. Xo'p, bu yerda bizada asosiy narsa birinchi tushunishimiz kerak bo'lgan oddiy termin data. Data deb aytiladi inglizchasi bu berilganlar, ya'ni ma'lumotlar. Bu nechik ko'rinishida bo'ladi data. Ee, Data biza hozir aytganimdek parametrlar bo'ladi, attributlar, oxirida klass bo'ladi. Bu data deb aytiladi. Data attributdan shu har bir xatar bir obyekt deb aytiladi. Har bir xatar bir odam. Masalan, meditsina hozir COVIDdan aytadigan bo'lsak, har bir xatar bir odam tegishli bo'ladi. Oxirida klassi bu natija bo'ladi. Klass natija. Tushunarli? Attributlar ya'ni alomatlar. Bular parametrlari attribut deb aytiladi, alomatlar. Oxirida klass bo'ladi. Bu data. Endi alomatlarni turlari haqida gaplashamiz. Bu alomatlar nechik turda bo'ladi? Masalan, temperatura sonlarda bo'ladi, raqamlarda. To'g'rimi? Bu numerik attribut deb aytiladi. Numerik attribut bu son bilan beriladi. Masalan, 36 7, 37 8, 39 bular numerik attribut, ya'ni sonli attribut deb aytiladi, alomat deb. Ee, Yana bir misol, yoshdan bir misol aytsak bo'ladi buni. Yosh ham misol bo'ladi. Yosh masalan 39 yosh, 45 yosh, 36 yosh, 56 yosh hammasi bular raqamlar. Shuni raqam bilan bersa bo'ladi. Har qanday attribut e, numerik attribut deb aytiladi. Sizlar ham bir misol aytasizlar? Misol aytinglar qani numerik attributa. Kim aytadi misol? Numerik alomati, parametri. Hech kim aytmayman. Tushunarli bo'lib turibmi? Aytasizlarmi? Kim e, dars tushunarli bo'lib turibmi? Numerik attributa misol aytasizlarmi? Yosh dedik, temperatura, masalan, shu COVIDdan oladigan bo'lsak, yana ko'p quvundim. COVIDni o'zidan ham davleniya bo'lishi mumkin yoki masalan COVIDdan boshqa naga o'tsak, samolyotni masalan biletlar ham bo'lishi mumkin bir masala. U narxda qo'yadigan bo'lsak, bilet narxi so'mda bo'ladigan bo'lsa, masalan 600 ming so'm, 500 ming so'm, 900 ming so'm bu ham numerik attribut bo'ladi. Endi ikkinchi xil turdagi attribut bu nominal attribut.
Ya'ni nominal alomat nomi bilan berilgan. Arka rakam bilan edi, bu nomi bilan. Masalan, yo'tal. O'z kerak. Yo'talda ham atribut. Yo'tal bormi, yo'qmi? Yoki kuchli yo'tal, o'rta, past. Nima yo'qda. Yoki yana misol tan bilish. Tan bilishda masalan ha, yo'q. Biladi yoki bilmaydi tan. Hid bilish ham xuddi shuning nominal atribut. Ha, yo'q. Nominal atributda misollar dim ko'p. Nom bilan, ya'ni harf bilan, so'z bilan berilsa, bu nominal atribut bo'ladi. Rakam bilan berilsa, numerik atribut bo'ladi. Tushunarlimi? Endi sizlar bilan kursimiz davomida polni novla o'tishimizni tanishtirib o'taman. Birinchi bo'lib, shu datani hozir men sizlarga tushuntirdim. Data turlarini, data novi, shu narsalar e, data bilan tanishish bo'ladi birinchi qismimiz. Bu hozir datasetda ham aytiladi. Datasetni qanday shakllantiramiz? Bizani modellarimiz uchun kurs davomida ishlatiladigan modellarimiz uchun datasetlarni nedan olamiz? Shu narsalar o'rgatiladi. E, Keyingi darsimizda уже e, keyingi hafta shu UCI ML repository, shuni repozitoriyalar bor, saytlar bor. Datasetlarni shundan yuklab olsak bo'ladi. Yuklab olib ko'rsataman. Keyin VK asosiy biza VK dasturida ishlaymiz. Shu VKga nishab datasetlarni yuklaymiz VKga va VKda modellarni nishab ishlatamiz. Shu narsalar o'rgatiladi. Keyin o'zlarimiz shu UCIML yangi saytlardagi datasetlarga qarab turib, o'zlarimiz dataset quramiz, o'zlarimiz dataset qurib o'rganamiz, o'zlarimiz dataset yaratishni o'rganamiz. Datasetlar bilan yaxshilab tanishib olganimizdan keyin ikkinchi qismida kursimizni data preprocessing deb aytiladi, ya'ni ma'lumotlarni qayta ishlash bo'ladi. Ma'lumotlarni qayta ishlashda biz shu yig'gan datamizni yoki shu yig'ilgan datalar ustida amallar bajaramiz. Masalan, birinchi bir amal bo'lishi mumkin missing value, ya'ni unutib qoldirilgan shuning ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Masalan, bir odamnikini hamma to'ldirib turibdi, bir parametr qaytib ketgan, so'roq. Shuni yozmay ketgan. Ana shuning parametrlarni topib o'chirib tashlashimiz kerak, chunki u bizlarga keyinchalik xalaqit beradi. Keyinchalik biza u missing value bilan ishlab bilmasligimiz mumkin. Shuning uchun shuninglarni topib o'chirib tashlaymiz. Keyin e, numerik atributdan nominal atributdan ishlatib o'tamiz. Hozir aytgan sondan harfli atributlarga o'tish yoki harflidan sona o'tish, bularni o'rganamiz. Bu novga kerak bizlara shuni asosiy mohiyatlarini o'rganamiz. Keyin undan usullari ko'p, hamma metodlarini o'rganamiz. Undan keyin e, outlier, ya'ni xatoliklar, datasetdagi xatoliklar yoki sal bilmay tushib ketgan xato demaylik. Masalan, bilmay qo'shib berilgan narsalarni topamiz. Masalan, bir odamlar e, yosh degan atribut bor. Uni qiymati masalan 30, 40, 50, 60, 70, qo'shimcha 80, ularni bilamiz-ku. Shuda masalan 1 0 yanlış tushib ketsa 400. 40 emas 400 bo'lib ketgan. Biza yoshni 400 bo'lmasligini bilamiz-ku. Shunday narsalarni metod yordamida topishlarni o'rganamiz. Outlier deb aytiladi. Outlier detection. Ularni topib o'chirib tashlaymiz. Shunday narsalar datani xullas tozalaymiz. Hamma usullarini o'rganamiz. Keyin datani tozalab bo'lgandan keyin ana u vizualizatsiyani ham shuda bir ko'rib ketamiz. Datani ko'rinishi, nechik ko'rinishda bo'ladi, parametrlar nechik joylashgan, fazadan nechik joylashgan, vizualizatsiyasini ham ko'ramiz. Undan keyin data tayyor bo'lgandan keyin uni modellara qo'llashni boshlaymiz endi. Endi biza keyingi qismimizda klassifikatsiya modellarini o'rganamiz. Ya'ni classification algoritmlar 0R, 1R, naive Bayes, hozir boshlanishdan shu oddiy klassifikatsiya modellarini o'rganamiz va shu modellarni datasetlarga qo'llab, hayotiy datasetlarga qo'llab, hayotiy muammolarga.
yechimini ham olib, natijalarini ham birga ko'ramiz shu VK dasturida. Klassifikatsiya sohasini bo'lganimizdan keyin klasterizatsiya sohasi bor. Klasterlash. Bu sohaga o'tib, bu sohani ham klasterlash sohasida K-means, K-medioid degan algoritmlar bor. Bu algoritmlar iyerarxik klasterlash vaqtimizga qarab ko'raveramiz. Klaster algoritmlarini o'rganamiz. Keyin shu modellarni baholash, shu modellarning natijalarini olib, klasterlarni o'rgangandan keyin modellarimizni qaysi model zo'r, ularni ham baholashlarni ham bir qator ko'rib chiqamiz. Shu kursimiz davomida. Xo'p, bu kursimizni asosiy e, asosiy narsada navla o'tilishimiz. Xo'p, endi sizlarga nalarni ham tushuntirib berdim. Big data navligi oddiy data miningdan boshladik. Boshqa data mining bo'ladi. Big data degan asldan big dataga o'tadigan bo'lsak, yana shu bu katta hajmdagi ma'lumotlar degan. Hozir men sizlarga tushuntirganim, masalan, kichkina hajmda boshda biza kichkina nalar bilan ko'ramiz datalarni, chunki big datalar bilan ishlash, birdan ishlash qiyin. Unga superkompyuterlar kerak. Biza shuni kichkina ko'rinishda, kichikroq datalar bilan ko'ramiz, usullarini ham ko'rib, shu katta dataga superkompyuterlar yozib, to'g'ri katta dataga ham xuddi shunday qo'llanib ketilaveradi. Katta datalar, masalan, hozir Lboy, masalan, Covidni ham bazasi hozir dim katta banklarda bor, bank sohasi dim katta e, dim katta ma'lumotlar bo'ladi. Kunida necha millionlab tranzaksiyalar bo'ladi. Masalan, nalarda banklarda. Xo'p, yana buni trenddagi eng muhim sohalardagi e, qo'llanishlari bilan birga tushuntirib beraman hozir sizlarga endi. E, Masalan, biznes sohasida bankni aytdim, hozir kunini millionlab tranzaksiyalar bo'ladi. Bu bank sohasini nishab qo'llaymiz desangizlar, masalan, bir misoli kredit. Hozir hamma kredit oladi, boshqa aytadi, lekin bank ham hozir shunday usullarni qo'llab boshladi. Masalan, kredit tarixini tekshiradi. Shunga ham model qo'llasa bo'ladi. Bu odamni o'tganida parametrlari, masalan, kreditni necha marta kecha qoldirgan, vaqtida to'laganmi, buni oilaviy ahvoli nechik, to'lab biladimi, ish joyi, palon-palon degan parametrlari bor. O'tgan safar kredit olgan qismida masalan nechik natija aytgan bu. Kredit bersa bo'ladimi, yo'qmi natija? Klass. Natija bo'lishi mumkin. Ana shu boshqa ko'plab sohalari bor. Telekom, masalan, telefonda e, telefondan kunini dim ko'plab e, bunda tranzaksiyalar nalar dim ko'p bo'ladi, bilasizlar. SMS boshqa bular ham telefonlar ham telefon kompaniyalar o'z ustida demay ishlaydi bular. Masalan, u klassifikatsiya masalasi tushmasam, bular ham boshqa muammo, boshqa xil turdagi algoritmlar tushadi. Masalan, bular sizlarga shu o'rganib ketib, sizlarni iloji boricha saqlab qolishga harakat etishi kerak o'zini nasi abonent sifatida. Bo'lmasa, masalan, sizlarga Uztelekom emas, Beeline masalan zo'r taklif bersa, bunga o'tib ketasizlar. Bular ham shuni analiz qilib, tahlil qilib turadi. Necha odamni yo'qotib turibdi, necha odamlar bularni tark etib turibdi. Masalan, telefonda gaplash narxini qimmatlatib berdim bular yoki internetni qimmat qo'yibmi, shunga qarab turib, necha odam chiqib ketib turgan bo'lsa, aslan internet narxini arzonlatadi yoki sizlar bilan muntazam e'tibor bersangiz ishlab turadi bular. Sizlarga shuni SMSlar keladi. İnternetdən ko'p foydalanib turgan bo'lsangizlar, sizlarga shuni taklif beradi. Sen imeni tarifa o't deydi yoki 100 gigabayt internetni 20 ming so'm ol deydi.
Şunu mesela nöçün maňa bermedi diye başka verir. Sizlere köpçilik köp internet işleten dolara şunun SMS barady ve şu eğer sizler şu SMS arkalı şu internet satıp alsanızlar ulanı katta faydası şulanın modelinin. Ana ban katta nerse sizler çıkıp ketdiňizlermi karasaňızlar telefonna pulu kymmat bolup turupdy. Telefon işletmişler 50 ming soň Proz jalka töle batırsalar başka kompaniya internet üçin ötüp ötüp ketdiňizler. Şunça adam yok etip turupdy. Koridor adam bola astan telefonun narxyny, pulunu arzalatadylar. Bu şu nädem işletiladi. Indi science degen yani ilim. İlmi tədqiqat ýonalyşlarynda biologiya, astronomiya, kimya hemme ýonalyşlarda hazır. Mesela hazır bir düşündirýän medisinada, farmasevtikada mesela darylar bilen, niçik darylar e, faydalı bir kesellik üçün yoki niçik darylaryň turlary bar, dım ketde darylarny bazasam. Sahaladym köp, mesela kışlak hojalygy bar. Kışlak hojalygynda mesela buğdayny, imin nerselerni bersek, buğday zor ösedi. İbi bu parametrlerini yaxşı etmesek, buğday yaxşı ösmeydi. Şunun modellerin kurup kışlak hojalygynam kollasa bolady. Keyinki sahamız mesela webde, social networks. Bilesizler, bu en katta hakiki big datamız. Bu social networklar Telegram, Facebook, en asasiysilerini özleriňiz näizden gep düşündürämen, TikTok, internet, YouTube. YouTube'da bilesizlermi sizler? Ee, Sizlere fakat özleriňiz görediň nerseler köp çykady. Sizlerin etibaryňyzy tartadymy? Şunu oýlap görgenmisizler? Sizlere meselen nöçe sizler meselen informatikaga kızykaslaýy, sizlere meselen sportdan başka wajdan video çykmaýdy. Mesela köp informatik görgen bolsaňyzlar, fakat informatikanyň videolary çykady. Ýa-ki sizler kinolara kızykaslar, sizlere köp kinolar çykady eldiňize. Başka narsalar çıkmıyordu. Köp kino. Çünkü bir de YouTube'am bu model yaxşılap sizlerni analiz etip tahlil etedi. Ne narsa sizlere berse, ne narsa sizlere çıkartıp berse, e, şu narsani sizler göresizler. Sizler şu videonu görseniz de ana şu YouTube'da aşı modelin en katta YouTube kuşu. Çünkü sizlere videonu ötürdü. Nöçün mesela sizlere zerikarli, umuman sizlere kızıkmıydı, narsa çıkmıydı. Bu yankı video vaholanki yangi video kimlar uchundir qiziqarli. Aynan sizlarni jalb etadigan video chiqadi. Chunki sizlarni hamma ko'rib turgan narsalaringiz yaxshilab обработка qilinadi. Aşı data mining modelleri yordamida analiz qilib, sizlarni o'zlaringizga yoqadigan videolar chiqadi. Endi e-commerce kengsi e, e, elektron näle bazarlar. Mesela Amazon ba tüm köp elektron online shoppingler var mesela Amazon'dan Amazon.com'ba bütün dünya faydalanadı. Bu Amazon.com'dan e, görseniizler, girip görseniizler Özbekistan'daki şuna okşar e, online shoppinglere girip görseniizler ne olur nerse alsanızlar 2-3 alsanızlar keyinki safar girgenlerde şunu nerseler sizlere teklif etip ötüveradi. Mesela ben sun'iy intellektga dair machine learning'e Big Data'ga dair kitaplarını köp alıp okusam, bana keyinki safar Amazon'a girsem, şunun kitapla taza çıksa kitapla şunu bana teklif eteveradi. Bana biyologiyadan, kimyadan kitaplar çıkmıydı bilen. Çünkü ular uje meni e, arkadaki datanı analiz kılıp model çıkarıp beredi. İşi kitaplarını teklif etsen boladı dep teklif etedi. Hop, Big Data example'ları yıldan yıla kettayıp batır. Mesela her yıl keminde 2-3 nol koşulады. Elden bilseniz bize kilobaytlarda yaş vaxtımızda kilobaytlarda gepleşer edik. Telefonlarımızda resim alsak kilobaytlı bolar edi. Ve zərətem şu bir gün 3 güne yeter edi. Çünkü hiç unda bir katta bir funksiyalar bo'lmagan.
Astan vaqt o'tishi bilan kilobaytlar megabayt aylandi. Yaxshi kачество yaxshilandi, lekin birgalikda megabayt ham kattalashdi. Bir narsani yoddan chiqarmanglar, faqat sifatnigina yaxshilab bo'lmaydi. Kачествоni pastda qoldirib, pamitni pastda qoldirib turib o'lchamini. Faqatgina sifatni yaxshilab bo'lmaydi. O'zini o'zi bo'lmaydi. Hammasi yana bu yerda memory bo'lsa, masalan, pamit bo'lsa, uni o'lcham bo'lsa, bu yerda sifat bo'lsa, bu yerda batareya bo'lsa, hammasi bir-biri bilan mutanosib, bir-biri bilan birga yuradi. Birsi mundatib ketib qololmaydi. Birsiga tıkaşı mümkün. Mesela bataryani yaxshatsak, kачество bataryani yaxshatgan, telefonimiz bir hafta tutishi uchun bir hafta zaryad tuttirib bo'ladi telefonni. Lekin bataryasini zo'r bataryani ina bu 12.02 oddiy telefonlarga qo'ysa, bir hafta tutadi. Lekin sifat unda yo'q. Hech qanday bizlar uchun applicationlar, funksiyalar yo'q. Funksiya qo'shsak, albatta bam resurs talab etadi. Inam ham qo'shishimiz kerak. Pamit ham talab etadi. Masalan, buni zo'r etdikmi, уже megabayt, gigabayt o'tib ketadi bu yana. Megabayt, gigabayt o'tdimi, ana batareya durib bilmaydi. U batareya уже mingga masadi u. Bularni yaxshilashimiz uchun batareyani ustidan sizlar o'ylamang lazım, faqat sifat ustida ishlab turibdi olimlarda. Ya kompaniyalar iPhone yoki Galaxy'lar hammasini ustida ishlaydi. Hammasini ustida ishlanadi. Ee, Çünkü birisinin üstünde işlep birisinin üstünde işlemese, birbirini poddeşke etmese umuman faydasız. Bular her yıl, yıldan yıla sıfat hazır gigabaytlar ötüp ketdi ku. Lekin bilsangizlar shu zaryad shu. Bir gün, 2 gün tutadi. Zo'r bo'lsa 3 gün tutadi. Undan yanına o'tmaydi. Lekin sizlar o'ylamanglar, zaryad shu holatda qoldi batareyada. Qolmadi, uni ustida ishlab turibdilar. Agar ishlamaganda avvalgi holatida turgan batareyalar bir satam yetmaydi hozirgi holatdagi funksiyalari. Tushunarlimi? Hammasi bir xil botil. Hali yana bundan ham yildan yila kattayib botirdi ata. Gördünüz mü? Gigabaytlar o'tdik. Keyingi safar gigadan ham katta terabayt, bundan ham o'tib ketadi. Уже kattayib ketadi. Faqat уже bu yana hamma narsa big dataga o'tib borayotir. Ujina bir de görüşleriniz mümkün. Azgana arkadagi bilan hozirgi holatlarda uju exabayt, terabaytlara o'tib ketgan. Megabaytlardan, kilobayt, megabaytlardan ozgina vaqt ichida. Yine İB'den o'sishini ko'rsangizlar, yani 98-2000 yillardan oralig'ida ozgina o'sgan. Bu vaqtda уже o'zi texnologiya uncha rivojlanmagandi. 2002gacha qaranglar, 2003 ham. Уже 2004dan buyonana dramatik deb aytamiz, sharp, keskin tarzda kattayib ketgan data. Chunki уже 2005 oralina texnologiya ham rivojlanib, texnologiya asrlarına o'tib ketdik. Уже buyonana data avtomatski e, dim kattayib ketdi datalar. 2-3 yılda ahırkı 2-3 marta kattayib ketdi bizani ishlatadigan datalarimiz. Xo'p, endi buning katta datalar uchun nishatib ishlaymiz. Katta datalar uchun oddiy kompyuterlarimiz, big datalarda oddiy kompyuterlarimizda ishlab bo'lmaydi. O'zimdan misol, men o'zim shu ilmiy ishimni qilganimda bir dana algoritm, endi algoritmlar ichi ham kattayib ketadi. Oddiy bir dataga qo'llaganda bu yerda algoritm ham kattadi. 17 soat kutganman bir natija chiqishini. Natija chiqqandan keyin xato, bir yerda xato ketsa, deb o'zgartirib yana boshdan yuboradigan bo'lsak, yana 17 soat kutishga to'g'ri kelgan. Ko'rdingizlarmi? Ishi notebookda foydalanganman shu vaqtdan. Keyin universitetdan so'raganman yordam, bu yoqda chet eldagi universitetda keyin shuning klaster server kompyuterlar bergan. Uni 10 bo'lib men bir dataset emas, menda endi 17 dona dataset bor edi.
10'a bölüp durup 10 datasetini birden yeyip endi u ham dim ko'p yaxshilamoqchi bo'lsam, masalan 6-7 soatda natija chiqsa, lekin men 17 gün sarf etgan narsani bir günde olganman natijasini. 10'a bölünüp 10 kompüter sifatida foydalanganmiz serverdan. Shuning güçlü kompüterlar kerak. Ina bu точно shu rasm shunaga o'xshaydi. Ispaniyaga borganimizda, Ispaniyaga tashrifimizda Santiago de Compostela'da universitetda bizani shuning katta server xonasına kompüter xonasına girdilar. Shuning bir katta serverlar joylashgan xona 6 milyon dollar mı shuning atrofida edi. Haqiqiy katta server katta ma'lumotlarni analiz qiladi. Masalan, hozir men katta ma'lumotlarimni обработка qilib model ishlatjak bo'lsam, shu serverlaridan foydalansam, shu superkompüterlaridan natijani tez olaman. Va ular butun dunyoga shuni access, ya'ni shuning bir butun dunyoga foydalanish narsani sotib o'tiribdilar. Masalan, 30 euro 40 eurodan ya yılına 200-300 euro to'laysizlardan foydalanaverasizlar. Shuni bu yerda o'tirib turib ham sizlarga bir access beradi, girish beradi. Şu kompütera, Vanday kompütera serverine girip işleydiğin narsangizni ishlab, natijanizni olib, qaytib chiqaverasizlar. Butun dunyoga shunday narsadan foydalanib o'tirdi. Hozir bizada ham shunday serverlar уже qurilib boshladi. Bor ham kattadan hali. Lekin hozirgi holatda ancha qimmatga tushadi bu resurslar. Xo'p, bo'lmasa, bunning katta nalar bo'lmasa, inashi oddiy kompyuterlarimizda bir katta natija datani ishlatsak, haftalab kutishimiz ham to'g'ri kelishi mumkin. Dim katta baza bo'lsa. Nav savollaringiz bor. Savollaringiz bormi? Kimda savol bor? Savol yo'q, domla. Chiroyli tushuntirdingiz misollar bilan, hayotdagi misollar bilan mavzuni. Hammasini tushundingizlarmi? Bu hozir men sizlarga ikki ma'ruzam tashiyman, material ikki tildan. İngliz tilidan, o'zbek tilidan. Men sizlarga tavsiya taradim ingliz tilidan ham ko'proq o'qish. Chunki bu soha hali zo'r rivojlanmagan O'zbekistonda. Shuning uchun Yevropada, butun dunyoda zo'r rivojlangan. Ingliz tilisini ham agar uncha yaxshi tushunmasangizlar ham tarjima qilib o'qib olsangizlar bo'ladi. Bu yerda o'zi xorazmliklar ko'pmi yo boshqa viloyatlardanmi? Men qaysi tilda xorazmcha gapiraversam tushunarli bo'ladimi yo e, shuni ham bir natib olaylik. Viloyatlardan ko'p bo'lsa yana tushunmay na bo'lmasin. Assalomu alaykum domla. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Menimcha viloyatdan ham bor o'xshaydi ko'p. Shuncha endi bo'lmasa davlat tilida qilaveramiz. Xo'p, bu narsalarni ham tushuntirdim hammasini. Qaysi sohalarda qo'llanishi. Chunki men o'zim ham talaba bo'lganman, hamma talaba bo'lib keyin domla bo'ladi. Bu narsalarni yaxshi bilaman. Asosan fanni mazmuni, mohiyati, nima kerak, nimaga kerakligi, hayotda nimaga qo'llanishini bilmasak, qiyin uni, zerikarli bo'lib qoladi. Hozir bizani bu kursimiz judayam butun dunyoda qo'llaniladigan judayam muhim sohalardan, fanlardan birisi bo'lgani uchun men sizlarga praktiski tushuntirib turibman. Bu hali bu girishimiz, kirish mavzumiz. Keyingi darslarimizda уже haqiqiy hayotiy ekzempllar bilan yoki namunalar bilan hayotiy muammolarga qo'llab
ishlab boshlaymiz. Iloji bo'lsa hamma 100% darsda qatnashsin. Chunki ekzamin bo'ladi, boshqa bo'ladi. Darsda qatnashsangizlar hamma narsani men tushuntiraman, ekzaminda juda oson bo'ladi. Bo'lmasa faqat bu narsalarni o'qib, men chunki darsimiz davomida ko'p narsalarni aytib o'taman. O'zim aytib tushuntiraman, yuzma-yuz yaxshi bo'ladi. Keyingi darslarimiz, men keyingi hafta yakshanba Hindistonga ketaman. Hindistonda ulan talabalarına dars beraman, xuddi shu fanimizni men harakat qilaman. Ular bilan gaplashib, ulardan iltimos etib, Zoom qilib bersalar, ular shu hindistonlik talabalar o'tadi, Hindistondagi darsimiz ham Zoom orqali sizlar ham прямой uzatamiz. Iloji bo'lsa bu videoni hozir endi bu yerda ozchilik ekansizlar, boshqa guruhga tashlaganimizdan keyin talabalarimiz ko'rsa, hammangizni taklif etaman, kiringlar. Ingliz tilida bo'ladi u Hindistondagi darslarimiz. Ko'ringlar, men Hindistonda vaqtim olib sizlarga dars o'taman. Iloji boricha darslarimizda maksimalni qatnashinglar. Biron narsa ko'p e, bilim olishga harakat etinglar. O'zlaringizga kerak bo'ladi, hayotda qo'llaysizlar. Bu faqat materialdan o'qib u qilsangizlar, u sal qiyinroq bo'ladi kursimiz. Iloji bo'lsa, Assalomu alaykum ustoz. va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yangi o'quv yillaringiz bilan. Rahmat, rahmat. Ustoz, bizga juda qiziq fanda bu. O'rganishga harakat qilamiz. Aynan mana shu mavzular bo'yicha qanaqa qo'shimcha ma'lumotlar olsak bo'ladi, qanaqa kitoblardan yoki manbalardan foydalansak bo'ladi? Qaranglar, uni Javob modul kurs ochilganidan keyin modul kursimiz ochiladi. Hozir ochmaganlar. Hozircha Telegramdan tashlayman bugungi darsimiznikini. U modul kurs ochilgandan keyin men hamma materiallarni o'sha kursimizga yuklayman, hammasini. Sizlar olib bemalol o'qiysizlar. O'zbek tilida ham bo'ladi, ingliz tilidagi kurslarni ham yuklayman, prezentatsiyalari bor. Men bu darsni Sloveniya, Yevropada ham 3 yil o'tganman. Xuddi shu mana shu darsni. O'sha materiallarni ham beraman. Sizlardan bitta iltimos bo'ladi, harakat qilinglar, ingliz tilini ham ozgina o'qib tushunishga. Tushunmasangizlar tarjima qilaveringlar. Internetda ko'p-ku, nima, переводчиклар hammasi bor. O'zbekchaga o'tkazib olib, shundan ham o'qinglar. Kitoblar tashiyman, ingliz tilidagi kitoblar ham o'zbekcha yo'q-da, shuning uchun ingliz tilida ham bor. Ularni ham o'qib, boyagi tarjima qilib tushunib olsangizlar bo'ladi bemalol. Chunki bu butun dunyoda rivojlanayotgan sohada, shuncha hozir bizda endi rivojlanyapti. O'sha uchun sal ozgina e, ko'proq ma'lumot olaman desangizlar, ingliz tilida ham o'qishga to'g'ri keladi. Hech bo'lmasa tarjima qilasizlar o'zbekchaga yoki ruschaga. Ustoz, rahmat sizga. Lekin qanaqadir yangiliklar, bir nimalar bo'lsa, biza 225-gruppamizga, masofaviylarga doim tashlab turing, kuzatib boraylik sizni. Bo'ldi. Hamma gruppaga tashlayman. O'zi 5 ta guruh. Hozir rusni ham qo'shib yuboraversak bo'lar ekan. Endi ularni ham nimasiga tashlayman, diskasiga. Keyingi safar birga qilamiz bo'lmasa. Men qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Sizlar ham aktiv bo'linglar. Darsga kirishga harakat qiling. Ertaga Hindiston bilan nima qilamiz? Kelishib olamiz. Raspisaniyani, o'sha skedulni. Keyin men sizlarga aytaman, qaysi kuni bo'ladigan bo'lsa, o'sha kunga vaqtlaringizni to'g'rilaysizlar. Ulardan iltimos qilaman, oldin so'rab ko'raman. O'sha Zoom orqali ham translyatsiya qilsak bo'ladimi O'zbekistonga deb. Sizlarga tashlayman. Bemalol qatnashasizlar darslarda. Nima savollaringiz bor dars bo'yicha? Kimda qanaqa savollar bor? Bo'lmasa hech kimda savol yo'q bo'lsa, darsimiz tamom. Buni videosini ham, video darsimizni ham tashlab qo'yaman gruppaga materiallarni ham tashiyman.
Bo'lmasa darsimiz tamom, xayr.